Tovuq go'shtidan bugun ugra sho'rva tayyorlaymiz. Shu hamma bilgan, o'zimiz har doim tayyorlab yuradigan ugra sho'rvamiz. Ikkita katta oyoqlarni solib qaynatdim. Qaynash jarayonida sabzi va piyozni ham aralab sovardim. Albatta, qora murchsiz sho'rva emas. Va u qaynab turguncha bitta idishga tuxum, ozgina iliq suv bilan ozgina tuz qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va un solib, xamirga yaxshilab ishlov berib, 5 minutga tindirib qo'yamiz. Va 5 minut tingandan keyin xamirimizni shunaqa o'rtacha kattalikda, qalinlikda yoyib, kesib chiqamiz. Juda ham mayda va juda ham katta bo'lib ketmasligi uchun standart o'rtacha qilib to'g'rab olamiz. Tayyor makaronlarimizni undan qoqib va sho'rvaga solamiz. Undan oldin ichidagi masalliqlarni olib tashlaymiz. Bizga kerak emas bo'lgan masalliqlar o'sha. Va sabzini to'g'rab, go'shtini ham shunaqa olib maydalab olamiz. Orada nojini ham esdan chiqarmaymiz va kosalarga suzamiz. Juda ham mazali va foydali sho'rva.